O'zbek rayoniga rahmat. O'zbek xalqim bor ekan, mana yordam ko'p uyimda tiklayapti. Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Bugun xudo xolasa Sayyidul ayyom juma kunida biz bir akamizning uyiga kelganmiz. Sababi fojia yuz bergan ekan. Sizlarga bir murojaat bilan chiqmoqchimiz. Sizlarga yordamlaring kerak. Xudo xolasa, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bizda Yangiqo'rg'on shaharchasi Navro'z mafiyada mana shunaqangi fojiali holat bo'lgan, ya'ni mana shu uchastkamiz yonib ketgan. Yonib ketish oqibatida to'g'risi hech nima qolmagan. Bu videoni ko'pchilik ko'rganlar bo'ldi. To'g'risi hech nimani olib qolishga bizda imkoniyat bo'lmagan. Xudo xolasa mana shuncha ko'ngillilar, qo'ldan kelgancha hamma hasharchilar bugun hashar davomida ishtirok etyapmiz hammamiz. Bizga yana xudo xolasa qo'shimcha usta xizmat kerak, bizga qo'shimcha mablag'lar kerak. Tom qismiga xudo xolasa sharoitlar bor. Tom qismiga yotgani sharoit bo'ldi. Xudo xolasa ko'pchilik sa'y harakat bilan tom qismni xudo xolasa tuzalayapti. Bizga endi shu suvoq masalasida, отделка masalasida, eshik rom masalalarida, pol masalalarida yordamlaring kerak. Azizlar, hurmatli kuzatuvchilar, bizni mana uyimizni obyekti ichini ham ko'rib turibsizlar. Yong'indan keyin shu holatga, talafotdan shu holatga kelgan bu bahs tasodifda oilada zarar ko'rganlar yo'q, lekin uydagi birorta bir kiyim-kechagi ham, ko'rpa-to'shagi ham hech narsasi qolmagan. Hozirgi kunda biz o'zimizni shu saxovatli karvon jamoasi bilan shifrgacha bo'lgan holatga mablag'larni yig'ib tayyorladik. Va endi bizga kerak bo'ladi eshik derazalarimizga, отделка, remont ustalarimizga, undan tashqari shuvoqchilar kerak bo'ladi. Sizga katta rahmat, Yashnarbek. Shunchalik biz Yashnarbekka iltimos qildik. Bizga bab auditoriyasi yaxshi, obunachilari yaxshiligi uchun bizga yordamga iltimos qildik. Mana shu rayonimizni fidoyi shu san'at sohasidagi insoni, butun shu respublikamiz taniydi. Taklifimizga qarshi bo'lmasdan rozilik bildirganingiz uchun ota-onangizga ming rahmat. Kattadan katta rahmat. Sog' bo'lsin. Xudo xolasa aka, biz obunachilar hamma saxovatpesha akalar, opalar, yosh katta, ulug' otaxonlar, onaxonlar kuzatadi. Hammalariga katta rahmat. Imkon darajasida sizlardan iltimos qilaman, biz karta raqam qoldiramiz. Qo'llaringdan kelganicha, imkoniyatlaringdan kelib chiqqan holda o'sha nech pul bo'lsa, 5 mingmi, 10 mingmi bir ehson qilsalaring biz yana ham xursand bo'lamiz. Xudo xolasa tez fursatlarda bu obyektni, bu xonadonni bitgan mana shu ko'chib kirgan holatini ham sizlarga video qilib tayyorlaymiz inshaalloh. Baxtiyor aka, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Akalarimiz kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan mana shu biz Buvayda tumanimizga, mana shu imkoniyat cheklangan oilalarga bir yurakdan harakat qilishyapti. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin, charchamanglar. Biz karta raqam qoldiramiz. Imkon darajasida bu videoga ko'proq like bosib, o'sha do'stlarga jo'natib, bu videoni kengroq tarqalishiga sizlar sababchi bo'lasizlar degan umiddaman. Amin. Azizlar, ukam Yashnarbekni ham haqqiga duo qilib qo'yasizlar, duogo'ylar mana videoga olib turibdi. Hammalar bilasizlar, Shohjahon, Nurmuhammad bizni o'zimizni komandani ham bir haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Biz yaxshilik umidida yo'lga chiqqanmiz. Xudo xohlasa, sizlar bilan Xudo xohlasa yana ham yaxshiliklarga yetamiz. Xudo xohlasa inshaalloh.